Bugun bitada o'xshab chiqadigan o'sha mashhur pishirilmaydigan va juda ham mazali lotus cheeskegini qilamiz. Qani ketdik. Andalusga keldimmi, demak, yangi pishiriqqa tayyorgarlik ko'ramiz va bozorlik qilamiz. Ketdik. Mana ular azizlar, men topdim. Lotus biskov pechenyesi va pastasi faqat Andalusda bor ekan, men qidirib topib keldim. Bizga 100 gramm sariyog' ham kerak. Bizga tvorojniy sir kerak va biz mana bundan olamiz. Bitta qaymoq olamiz. Bitta hamon chivasi olamiz. Shakar tuxumni olamiz, endi kassaga boramiz. Andalusdan hamma narsani topdim, bozorlikni qilib oldim. Endi pishirilmaydigan pishiriqni pishirishga ketdim. Lotus pechenyesini maydalab, eritilgan sariyog' qo'shib, qolipga solib tekislab 10 daqiqaga xolodilnikka olib qo'yamiz. Ungacha cheeskek tayyorlaymiz. Tvorojniy sir, qaymoq, shakar kukuni, lotus pastasi va eritilgan jelatin solib, bir xil massa bo'lguncha miksirlaymiz. Tayyor massani pechenye ustiga solib tekislab, ustidan eritilgan lotus pastasini quyib, qotishi uchun yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Mana bir zumda lotus cheeskekimiz tayyor. Lotus pechenyesi kukuni bilan bezatamiz, kesamiz va yerliklarga ulashamiz.